Assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisizlar? Mana Farg'onada boqqa tornajga o'rnatganmiz. 30 kilovatlik yangi panellarni tikgandi. 710 lik Jinko panellar. Yerga o'rnatdik. Undan keyin deya invertorga qo'yib berganmiz. Shuni kilovatlarni ko'rish, necha kilovat chiqaryapti ekan. Hozir soat 9 bo'lyapti. Hozir 16 kilovat beryapti ekan. Kilovat beryapti. Yana 1-2 soatdan keyin ko'tarilib 27.2 ga chiqdi oxirgisi. Panellar o'rnatilish baquvvat qilib o'rnatganmiz inshaalloh.